Assalomu alaykum, akalar, yaxshimisizlar? Navbatdagi obyektimizga ishlarni olib kelganmiz. Kech bo'lishiga qaramay, soat hozir mana 8dan o'tdi. Ertaga, xudo xolasa, ustanobchi akalar chiqib, cho'tkalar qo'yib berishsa, keyin bitta obzor qilib beramiz sizlarga. Mehmonxonaga hamda oshxonaga shu variantni tanlashgan. Qolganiga esa bu variantdan qilib berganmiz. Hammasi pastda oynali, koronali variantda bo'ldi. Ishlarimiz har doimgida idealni sifatlarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Hattoki shuni ham eng yaxshisidan ishlatiladi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Lekin uy remonti ham juda ajoyib chiqibdi. Havas qilganlar barchasiga shu naqa domlar nasib qilsin. Xizmatlar bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Rizoyi ishlari o'rnaganlarga ham albatta qo'yamiz.